Assalomu alaykum barchaga apparat obzor Kamina Sanjarbek Zokirov sizlar uchun bugun bitta video qilamiz. Ya'ni videoda nima? Shu nurli mikrofonlar obzorini va qaysi ovozlarga tushishini, qaysi mikrofon nimaga ishlatilishini bitta ko'rib o'tamiz. Videomiz boshlashdan oldin bitta like va podpiska bosib qo'ysa, biz esa boshladik. Xo'p, aziz obunachilar, hozir mikrofonlarimiz juda ham ko'p, shuning uchun bitta ko'rsatib o'tishga qaror qildik. Xo'p, birinchi mikrofonimiz o'sha ko'pchilik bilgan, bu endi do'konning nomi, hozir topib keldik. Bu line mikrofon deyiladi. Endi o'sha paytdan avjiga chiqqan, ko'pchilik xonadonlarga ko'pchilik kirib borgan o'sha paytni eng zo'r mikrofonlardan bo'lgan. Mana ko'rinishlari ham o'sha endi nakleykalari, golovkalari o'zgarib ketavergan, lekin o'zini golovkasi mana line deb yozilgan. Xo'p, endi buni linedan zo'r mikrofon yo'q deydiganlar uchun bu o'z davrining eng zo'r mikrofoni bo'lgan. Hozirgi kunda ancha muncha pastga tushib qolgan. Sababi hozirgi kunda mikrofonlar diapazoni kattarib ketdi, ya'ni qabul qilish diapazoni kattarib ketdi. Shuning hisobiga ham bu mikrofonlar ancha muncha bizga o'sha mutniy tuyuladi. Mutniy degani o'sha yopiq, xuddi burunda gapirayotganga o'xshab qoladi-da. Shuning hisobiga ham bu mikrofonlar ancha muncha eskirib ketdi. Ko'ryapsiz, mana 2000 Hz dan 200 Hz 2000 Hz gacha deyapti. Bu diapazon oralig'ida juda yopiq. Buni o'rta o'sha dovullarga ishlatsangiz bo'ladi, o'sha doiralarga ishlatsangiz bo'ladi. Xuddi mana shu diapazonda shu instrumentlar ishlaydi bu mikrofonlarda. Xo'p, keyingi mikrofonimiz Shure Beta 59A debdi. Xo'p, buni ham diapazonlarni ko'rib o'tamiz, qanaqa diapazonda qabul qilar ekan. Chekalarda yozmabdi. Hozir ochib ko'ramiz mana. Xo'p, mikrofonni o'zini ko'rinishi mana yoqasi o'chirasiz. Buni kitobchasi bo'lsa, o'zini komplektida shunur chiqadi xolos, korobkasi bo'ldi. Mana doim olayotgan paytingizda kitobchasimi, qabul qilgan diapazonimi ahamiyat berish kerak. Даже mana qanaqa ushlashni ham bilmaydiganlar uchun qanaqa ushlashni ko'rsatib o'tgan. Endi kitobchasida yozibdiki 36 Hz dan 10.000 Hz gacha qabul qiladi debdi. Bu degani ancha muncha yaxshi. 10.000 Hz juda katta. Chunki ovoz ham, masalan, odamning ovozi, vokalning ovozi ham 5000 Hz dan 500 Hz gacha qabul qila oladi. Ovozi shunaqa chiqadi-da odamniki. Endi hammaning har xil yo'nalishga qarab bo'linadi u. Uni ham to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, bundan keyingi mikrofonimiz Shure kompaniyasidan. Mana buni bilasizlar bu mikrofonni. Bu mikrofon ko'proq o'sha barabanlarni, ya'ni akustik barabanlarni basida, bochkasida turadi bu mikrofon. Bu mikrofonni ham hozir xarakteristikasini ko'rib o'tamiz. Xo'p, kitobchasida yozmagan. Bu tarafida ham yozmagan ekan. Tak, qanaqa ochiladi bu? Mana. Mikrofonning ko'rinishi juda katta, og'ir bo'ladi. Keyin golovkasini ko'rsanglar, ochib ko'ramiz. Mana golovkasi. Katta golovkasi ham. O'zini komplektida, o'zini держagi ushlab turish uchun va o'ziga chexoli, mana undan tashqari o'ziga o'sha nima deydi, qisib turadigani, mana shnurlarni o'rab qo'yish uchun va kitobchalari va emblemalar chiqadi, mana emblemalari. Mana shu yerda ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Nimaga buni aynan vokalga bu mikrofonni nega aynan vokalga ishlata olmaymiz? Misol uchun kitobning ichini ko'rib bitta ahamiyat berib ketamiz. Chunki niskiy diapazon bu, qabul qilish chegarasi. Mana yozib qo'yibdi, 20 Hz dan to 10.000 gacha qabul qiladi, lekin o'sha niskiy diapazonlar uchun ko'proq mo'ljallangan. Ya'ni
Distibeli shu niski diapazondan chiqyapti ko'proq. 174 distibel deyapti, ya'ni distibel qabul qila oladi. 10.000 Hzgacha, 1000 Hzgacha deyapti, uzr. 1000 Hzdan 20 Hzgacha ekan. Вообще zo'r. Bu degani shu niski diapazonlar полный qabul qila oladigan mikrofon deyapti. Davom etamiz. Buni agar narxlari sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha pastda nomer qoldiramiz. Soft Sound'ni bu do'konni aynan mana shu yerdan obzor qilyapmiz. Shu yerdan nomerni olib telefon qilib olib ketsanglar bo'ladi. Yoki dostavka xizmatlari ham bor. Ya'ni taksidan berib yuborishadi. Taksining pulini to'lab o'zingizlar olib qolasizlar. Xo'p, keyingi mikrofonimiz Xo'p, keyingi mikrofonimiz bu mikrofon nima ekan bu? Legendarniy deganmi? Xo'p, qanaqa ochiladi bu? Tillo mikrofon ekanda. Ko'rinishlari вообще katta. Tak, ichini ochib ko'ramiz. Головкasi qanaqa ekan? Головкasi ham kattagina ekan. Ko'rinishlari ajoyib. Необычный mikrofon ishlatadiganlarga juda ham mos ekan. Hozir endi agar kitobchasi bo'lsa, ko'rib ketamiz. O'zining komplektda shnuri bor ekan. Va bu yerda nima deyishibdi? 10.000 Hzdan 50 Hzgacha qabul qila olar ekan mikrofon. Bu yaxshi mikrofon, значит, vokallarga tushadi. Baribir qog'ozda yozib qo'ygani boshqacha bo'ladi, lekin ishlatib ko'rsanglar boshqacha bo'ladi. Bu originalda bo'lmaydi. Faqat originallarda aytgan bilan yozgani bir xil bo'ladi doim. Lekin ko'proq arzonchi yoki o'sha sexmas, o'zlari qo'l bola yig'ilgan mikrofonlar bo'lsa, unda bunaqa narsa bo'lmaydi. Bu mikrofon shu 57A bu ham ko'p instrumentalniy mikrofon. Juda ko'p odam instrumentalniy uchun ishlatishadi. Ahamiyat bersanglar, o'sha katta-katta konsert zallarida ham xuddi shu mikrofondan ishlatishadi. Buni ham falshivniy variantlari bor, kopiya variantlari bor. Mana o'zi. Ko'rinishlari Shem zo'r mikrofon. Hozir ochib ko'ramiz. Mana. Головкasi ham ancha katta ekan. Mikrofonning o'zi вообще удобно и instrumental uchun bitta qistirib qo'yasiz, turaveradi. Ammo qo'pol emas, udobno-da. Endi ichida komplektda o'zining shnuri bor ekan, chexoli va o'zining emamalari. Buni ham bitta kitobini ko'rib o'tamiz. Qancha Hzdan qanchagacha qabul qila olar ekan. Oho. Mana 50 Hzdan 16.000 Hzgacha qabul qila olar ekan bu mikrofonimiz. Bu degani ancha-muncha yaxshi. 16.000 ya'ni yuqori chastotada ishlaydigan instrumentlar uchun ham mo'ljallangan ekan. Ya'ni mazza qilib ishlatsa bo'lar ekan. Sizlarga ham maslahat beraman. Instrument uchun mana shu bitta doirami, boshqa instrumentmi, hammasini mana shunga mo'ljallasak bo'ladi. Xo'p, bu mikrofonimiz. Narx qiziq bo'lsa, boya aytganimdek, pastda nomer qoldiraman va Line'ni 3ta5 modeli bor. Agar ko'rgan bo'lsa, buni nomlar o'zgarib kelaveradi. Har xil o'zini do'konining nomini qo'yib kelaverishadi ko'pchilik. Mana bu ham kichkinagina, udobnagina mikrofon. Головкалari. Bunaqa og'ir ham bo'lmaydi. Yengilgina. Bularda yozmagan ekan, kitobchasida ham o'zining shnuri komplektida. Lekin
hech qayerda yozmam, chunki arzonchi mikrofon bo'lgani uchunmi yozilmagan gerslar. Xo'p, mana bu Electrovoice mikrofoni ND967 modeli. Bunda ham ahamiyat bersanglar 50 Hz dan qancha degan yozganmi bu? Tak 13000 Hz gacha qabul qila olar ekan. Bu mikrofonlar ham sizlar uchun ancha-muncha yaxshi mikrofon, ya'ni vokalniga asosan juda ham toza pissochniy chiqadi. Mazza qilib ishlatasizlar. Bularning narxlari kerak bo'lsa, shu pastda nomer qoliraman, telefon qilsanglar bo'ladi. Barchaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Can we give you